Bu hayotda juda ham ko'pchiligimiz asosan ona haqida gapiramiz va ko'p holatda ko'p odam faqat ona haqida gapiradi. Shak shubhasiz ona birinchi o'rinda, lekin ota ham onadan kam bo'lmagan o'rindadir. Chunki asosan ayollar uyda o'tirishadi va ko'chadagi holatlarni bilishmaydi-da. Erkak ya'ni uyning eri har kuni ularga qanaqadir paket olib kelyapti, ya'ni salafan olib kelishyapti. Salafanning ichida ro'zg'or bor yoki qanaqadir narsalar bor, bozorlik qilyapti, ro'za qilyapti va paketda nimalar olib kelyapti deb ko'rishadi. Bas. Lekin shu birgina qora salafanni, qora paketni to'ldirishlik uchun bozorlikka, ro'zg'orga, ko'chada qanchalik mashaqqat chekayotganini, qanchalik qiynalayotganini va nimalardan o'tayotganini buni erkaklar, hozirgi ishlayotgan odamlar tushunadi va qachonki u narsa yo'qotilganda bilinadi. Qachonki u aynan shu har kuni qora paket ko'tarib kelayotgan erkak yo'qolib qolsa bilinadi u oilada asosan ota kimligi. Va bir odam aytib beradiki, do'stining otasi vafot qildi deydi va uni biznesi bor edi, ishi bor edi, bir ish qilardi deydi va men undan so'radim. Do'stim, ishlar qalay? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi, nimalar bilan bandsan? Shu oilamiz bilan otamni biznesini 10 kishi yuritishga harakat qilyapmiz deydi. 10 kishi. Ya'ni aka-ukalarim, hatto singillarim bilan ayollarimiz hammamiz birgalashib bu biznesni yuritishga harakat qilyapmiz deydi. 10 kishi o'ylaydi. Qanaqadir ishda, biznesda yokida qayerda bo'lmasin, shunaqangi odamlar bo'ladiki, ya'ni bitta odam 100 kishining o'rnini bosishligi mumkin, 100 ta odam o'rnini bosib, u joyni yurgizishligi mumkin. Lekin aynan shu odam yo'qolib qolsa, bitta yurgizayotgan odam yo'qolib qolsa, hatto o'sha 100 kishi ham o'sha bir kishining o'rnini bosa olmay qoladi. Aynan ota shunday insonki, u yo'qolsa, oilada hech kimning o'rnini bosa olmaydi. Va otangizni borida qadrlang. Albatta, faqatgina otani qadri, buni yo'qotganlar bilan otani qadri faqat yo'qotilganda bilinadi.